Tinchlikmi ko'p qolib ketdingiz? Doda? Ha, ne kelding? Bugun o'yin. O'ylab ko'rdingmi? Yo'q, men o'ynamayman. Voy, yana boshladingmi? Voy, Realga 3 koeffitsient beryapti. 30 ming tiksang salkam 100 ming ko'tarar ekansan. Hamma qarzingdan qutulasan, yoningda 1-2 mingdan bo'ladi. Nima, bir umr mamont ishlab yurmoqchimisan? Baraka topkur, hech narsam qolmadi tikadigan. Hamma narsamni tikib tashladim. Mani pul berib turadigan og'aylarim bor. Lekin zalogga nimadir qo'yishing kerak. Mani zalogim yo'q, hech qanaqa. Menga qara. Yashayotgan uyingni doding san nomingga o'tkazib berganmidilar? Nima deganing bu? Bilasan-u, dodam meni katta qilgan. Yo'q, men unaqa qila olmayman. Bu safar yutqizamiz degani emas-ku. Agar Real yutib qolsa, hamma muammolaringni hal qilasan. Bir marta rizqiga. O'ynaymizmi? Ha, bo'lar ekan, o'g'il bola. Bu boshqa gap. Faqat oxirgi marta. Oxirgisi. Hop, oxirgisi. Ketdikmi? Ketdik, Boshladik. Ketdik. O, Yaxshi. Ana. Hop, gol! Men senga nima dedim? Yo'q. Voy. Nima qilyapti bu? Voy. Mayli, hali vaqtimiz bor. Imkon bor hali. Voy, nimalar bo'lyapti? Og'ayni, hali vaqtimiz bor. Men qaramayapman. Voy. Yana golmi? Yana gol urdimi? Nimalar bo'lib ketyapti? Bu qanaqasi bu? 5-2 ham bo'ladimi? Endi nima qilaman? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Doda yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Doda yaxshimisiz? Alisher uydamidi? Yo'q edi-ya. Xullas doda Alisher bizdan bir oydan beri qochib yuribdi. Bizdan qarz olgan. Qarz? Qancha? 30 ming ko'kida. 30 ming? Uyga zalogga qo'yganidan xabaringiz bormi? Nima? Xullas doda mana bunaqa gap. 2 kun muhlat Alisherga. Qarzini olib kelsin. Bo'lmasa ham 2 kundan keyin kelamiz. Uyga bo'shatib qo'yinglar. Tag'in ham bir oydan beri bezovta qilmadik. Bu yog'iga endi to'g'ri tushunasiz doda. Doda? Doda? Biza qo'limizdan kelganini qildik. Qattiq stress bo'lganlar. Yuraklari ko'tara olmagan. Hammasi mani deb bo'ldi. Yo'q. Men bunga chiday olmayman. Yo'q.
Men yig'ishtirdim. Butun umr shu yerda ishlamoqchimisan? Qora ishchi bo'p? Mayli, sekin-sekin qarzimdan qutulyapman. Zato barakasi bor. Bo'pti, boshqa bezovta qilmaman. To'xta. Yo'q dedim. Yo'q. Assalomu alaykum. Hormanglar bolalar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzukmisiz? Tuzukmisizlar? Aka, sizni xo'jayin so'rayotdilar. Ha, yo'q. Keling. Uzr, kech qoldim ozgina. Xo'p. Aka, o'zi gaplashadigan gap bor edi sizda. Xo'p. Har kuni kech qolib kelyapsiz. Kuniga 2-3 soatlab yo'q bo'lib qolyapsiz. Tushunaman, vaziyatingizni tushunaman. O'g'lingiz banishadaligini ham bilamiz. Lekin bu narsa meni sudamga ta'sir qilib qo'yapti. Yo'q, men sizni ishdan bo'shatmoqchi emasman, aka. O'zingizga 3-4 oy vaqt oling-da, hamma ishlaringizni bitirib, kelsangiz keyin ishlayverasiz. Xo'p, Xo'pmi? tushundim ukam. Keyin aytgancha ishxonadagilar bilan o'g'lingizni lichinasiga deb pul tashlashuvdik. Shuni olib qo'ying, aka. Rahmat ukam. Shifo bersin. Mayli, Xo'p. rahmat. Allo, Adasi, yaxshimisiz? Dilshod nima qilyapti? Yotibdi, uxlayapti. Men nima qilib bo'lsa ham pul topaman. Bor yo'g'i 10 oy bo'pti o'rtoq. 2000 bo'pti deb puling. Berishga beraveraman pulingni. Keyin qiynalib qolmaysanmi mashinasiz? Endi har kuni licheniyaga, больницаga to'lov qilishim kerak edi. Har kuni xarajatim bor. Pul zarur bo'lyapti. Keyin operatsiyasi ham yaqinlashib qolgan. Seni tushundim o'rtoq. Men buni olganda mashina o'zingda turursin. Tirikchiligingga yarab turibdi shu. Jiyanni yaxshi olib chiqib olgandan keyin больницаdan arendani keyin gaplashamiz. Rahmat o'rtoq. Doktor, hozir topolganim shu bo'ldi. Bilaman, bu juda ham kam. Qolganini ham qidiryapman. Hamma narsamni sotdim. Uyimni ham sotdim. Lekin nima qilib bo'lsa ham men pul topib kelaman. Menga ozgina muhlat bering. Muhlat meni qo'limda emas-ku. Shuni to'g'ri tushunishingiz kerak. Suyak ko'migini ko'chirish operatsiyasini muddati kelib bo'lgan. Men qo'limdan kelgan yordamni qilib bo'ldim. Bu yog'iga cho'z bo'lmaydi. Meni to'g'ri tushuning. Bu meni qo'limda emas. Allo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men boshqa chidolmayman. Nima? Doktor oxirgi hafta deb aytayapti. Nima qilamiz? Bizda hech narsa o'xshamaydi. Topamiz pulni. Vaqtida qilib beramiz. Yo'q, yaxshi bo'lmaydi. Bo'ldi, topamiz, xavotir olmang. Faqat eski ishingizni qilmang. Yo'q, qilmayman unaqa ish. Sizga ham nimadir bo'lsa, men ko'tara olmayman.
Bu yerda 7 ta telefon, Aha. 3 ta iPhone, 4 ta Samsung. Boshlab yubordingizmi aka yana? Necha kunda chiqarib bera olasan pulini? 3-4 kunda qilib bera olaman. Yaxshi. Ertaga yana shuncha bo'ladi. Bo'ptimi? Bo'ldi, gap yo'q. Bugun bizani tug'ilgan kunimiz. Biza 8 ga kirdik. Ada, men tuzalib ketaman-a. Hali ko'rmaganday bo'lib ketasan, bolam. Ne yig'layapsiz? Yo'q, yig'lamayman, bolam. Ko'zimga narsa kirdi shekilli. Faqat orqangizga qaramang. Nech pul bering? Kerak emas. Unda nimaga qaytarib berding? Dardlarimiz bir xil ekan. Siz qanaqa yechim topganingizni bilgim keldi. Sani ham bolangga urdimi? Men sandagi o'g'ri emasman-u, lekin men ham bolamni davolayman deb ancha noto'g'ri ishlar qilganman. Harom pullarni topganman. Uni ahvoli yomonlashib boravergan. Yaxshiyamki xatoyimni kech bo'lmasdan tushunib yetdim. O'zi g'oyibidan yetkazdi. Meni boshqa ilojim qolmadi. Agar to'g'ri yo'lga qaytsang, yo'llaring o'z-o'zidan ochilganini o'zing bilmay qolasan. Yomon ish kasri eng qadrli insoningga urar ekan. Yomon ish kasri eng qadrli insoningga urar ekan. Kechagi telefonlarni zapchas qilib tashlamadingmi qali? Qilma. Men olib ketaman. Allo, assalomu alaykum. Telefoningizni topib oldim. Telefoningizni tushirib qoldirgan ekansiz. Assalomu alaykum. Ha, topib oldim. Kelsangiz berib yuboraman. Men telefoningizni topib oldim. Ha, o'sha yerda berib yuboraman. O'sha kafega keling, berib yuboraman. Voy aka, rahmat. Qatta tushirib qolganini ham bilmagandim. Juda xursand qildingiz aka. Rahmat, umringizdan baraka toping. Bizadan nima xizmat aka? Yo'q, hech narsa kerak emas. Men roziman. Rozi bo'ling, Xo'p. minnatdorman. Salomat bo'ling. Xo'p. Allo. Adasi, pul topildi. Operatsiyani ham boshlayversak bo'ladi, doktor aytdi. Tushunmadim. Bitta odam kelibdi-da, bolnitsani to'lovini, operatsiyani to'lovlarini, hammasini to'lab ketibdi. Qanaqasiga? Lekin doktorlar so'rashgan ekan, o'zini kimligini aytmabdi. Shunaqa insonlar ham bor ekan. Adasi, qarang, o'zi g'oyibidan yetkazdi. O'zi g'oyibidan yetkazdi. Ado. Ketdikmi, ada, ovqatlanamizmi? Ketdi. Nima yeymiz? Bilmayman. Pizza yeymizmi? Ha. Bo'pti, pizza yeymiz. Amin, Alloh. Kechadan beri endi o'zim kelyapman-da. Boshim otilib ketdi deyapti boru. O'zingizni sanda vaqtida stopni bilish kerak-da. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Bo'pti, san qol oqa, biz ketdik.
Hozir to'xtab turlaring-ne. Ha, aka, muncha qovosiz. Etudimni tashlab yuboraman deb, tashiyman sekin-sekin. Bo'pti. Yur uyga. Uyda gaplashamiz. Siz kiravering. Men shundoq bitta ishim bor edi. Shundoq borib kelay bolalar bilan. Ishing bor. Bilaman qanaqa ishligini. Ukam, qachongacha yurmoqchi men bilaring bilan? Boshlamang iltimos. Men ham yosh bola emasman endi aka. Ukam, bu bolalar senga do'st emas. Yaxshi bolalar emas bular. Bu yurishing xato. Ularchi, meni o'rtog'im, xo'pmi? Siz undan ko'ra o'zingizni eslang. Qanaqa edingiz? Yaxshi bo'lib qoldingiz-da. Mengachi addalik qilmang bo'ptimi? Undan ko'ra tuzukroq aka bo'ling. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingmi? Yaxshi. Ovqating sovib qoldi. Mikrovolnovkadan olib. Bo'ldimi? Boshqa gapingiz yo'qmi? Yo'q. Nimadir gapim bo'lish kerakmi? Anaqasi bugun tug'ilgan kunim yetdi. Voy. Esizdamidi aka? Tabriklayman ukam. Rahmat. O'ylagan yaxshi niyatlaringga yetib yurgin. Sen o'qigin ukam. Sen mendan yaxshiroq bo'lishing kerak. Keyin anu bo'lmag'ir og'aynilaringni yig'ishtirgin. Xo'p aka. Seni yaxshi ko'raman ukam. Rahmat aka. O ahmoq. Sen meni jigarimsan. Bu yo'lni bilganim uchun gapiryapman senga. Bu yo'lni oxiri yo'q. Bo'ldimi? Ukam. Assalomu alaykum. Amin. Allohu akbar. Ukam, to'xta. Davay hayda. Bo'ldi, siqilma o'rtoq. Akalar o'zi shunaqa bo'ladi-da. Bo'pti, hozir seni kayfiyatingni ko'taramiz. Zo'ri bor, ko'rsat. Kerak emas. Sekinroq hayda, keyin men rulga o'tira qolay. Jim o'tir, Senga aytyapman, Gapirsang-chi. Bosamiz bugun, bosamiz. Bos gazini. Voy, mana buni qo'rqishini qarang. Voy, nima qilyapti mana? Kim bu? Voy. Akam. Voy, Alish, aka nima qilyapti? Voy, aka nima qilyapsiz? Esi joyidan. To'sh mashinadan. Aka? To'sh dedim. Menga qaralaring. Aka nima qilyapsiz? Ozgina qoldi-yu. Oxirgi marta ogohlantiryapman. Agar ukamni yonida yana bir marta ko'rsam, yoraman. Tushundilaringmi? Aka, bu so'rib o'tdim. Allo. Alish, yaxshimisan? Eshitdingmi? Bolalar avariyaga tushib qopti. Nima?
Sen bilamasmiding ish qilib? Katta tezlikda bo'lganmish o'rtoq. O'rtoq hech kim tirik qolmabdi. O'z rahmatiga olsin. Amin. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Xudo sabr bersin. Yaxshimisan? Bo'ladi. Ko'p siqilaverma. Shunaqa bo'lish kerak ekan. O'zingni qo'lga ol. Aka, meni kechiring. Mayli, men ketdim. Puling bormi? Bor. Bo'pti. Xo'p. Kim bu, Alisher? Bu meni akam.